Men o'z ish faoliyatimni 2020-yil boshlagandim. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib. U yillari faqat qizlarni ustoz shogird qilib o'qitib chiqarganman. 2 yil bo'ldi, hozir korxonamizni kattartirib MCJ qilganmiz. Hozirgi kunda kechki smenamiz ham bor. 12 ta fuqaroni ish bilan ta'minlaganman. Men o'zim tushunmagan joylarimda shu soliq inspeksiyalaridan maslahat olib qilganman. O'rtada bir faoliyatimiz to'xtab qolgandi. Soliq inspeksiyasidan maslahat olib yana ish faoliyatimizni tiklab oldik. Men Lochinbek degan 2024 firmasi ish boshqaruvchisiman. Soliq inspektorlari bilan birgalikda ishlayapmiz. Soliq inspektorlari bizga maslahat beradi, masalan, buxgalteriya ishlari bo'yicha, shu ishchi kuchini qanday ishda olib borishdi, shular bo'yicha yordam berib turibdilar hamma. Kelgusida faoliyatga yana qo'shimcha ishlar qo'shib, yana kattaroq natijalarga erishmoqchimiz. Bir necha oylardan buyon inspeksiyada ko'rsatkichimiz, KPI ko'rsatkichimiz yuqori o'rinlarda turibdi. Bu hammasi mahalla oqsoqoli, yoshlar xodimlari, ijtimoiy xodimlar hamma bir-biri bilan inoq ishlaganligi natijasida, hamma bir-birini tanib, aholiga targ'ibot tashviqot ishlarini to'g'ri olib borganligi natijasida byudjetga o'z vaqtida yuqori darajada tushumlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda tadbirkorlarga birgalikda chiqqan holatda ko'maklashib, noqonuniy faoliyat ko'rsatgan 26 ta xodimni legallashtirib, vaqtincha to'xtab qolgan tadbirkorlar faoliyatini tiklab, ularga to'g'ri ishlar olib borgan natijamizda, ularga soliq tizimidagi bo'layotgan o'zgarishlarni o'z vaqtida yetkazganimiz natijasida yuqori ko'rsatkichlarga erishishga muvaffaq bo'lmoqdamiz.